Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz bizlarni kuzatib boruvchilar, yori birodarlar, do'stlar. Mana biz avval ko'rsatib borgan joyimizdagi navigatsiyamizni bitirib bo'lganmiz allaqachon. Ozgina ishlarimiz ko'pligi uchun obzor qila olmadik. Mana judayam chiroyli chiqdi. Topshirdik navigatsiyamizni juda chiroyli qilib. 950 kvadrat tunuka qatirdik shu joyimizga. Endi mana shu katta joyga darvoza yasayapmiz. Mana 4.60 ga 5.10 darvozamiz. 10 ga 5 dan, qirg'oqlari 3 stenka, ichlari 1.7 stenkadan qilindi. Chaspilari 2.2 dan qilindi. Juda chiroyli chiqyapti. Eshigi ham juda katta, baquvvat o'ta. Mana uzoqdan ko'rinishi navigatsiyamiz, tunukalarimiz. Chiroyli qilib qotirib berdik. Do'stlar, kuzatib boringlar. Mana oldingi ko'rinishi. Sekin-sekin ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Chiroyli qilib. Sifat qadrlilar, har doim layklar bosishni unutmanglar.